Assalomu alaykum. Bugun video va ovoz sifatida bo'lishi mumkin. Oldindan uzr so'rayman, chunki telefonni oldi kamerasiga olyapti va telefonni oldida video yozilyapti. Bugungi mavzu pul psixologiyasining 15-bobi haqida gaplashamiz. O'tgan videolarda 14 ta bobni gaplashib ko'ramiz. Har kuni video chiqyapti, challenge davom etyapti. 15-bob nima haqida? Nothing free, ya'ni hech narsa tekin emas, tekin narsani o'zi yo'q deydi. Har bir narsaning o'z bahosi bor, ammo hammasi ham yorliq ustiga ko'rsatilgan bo'lmaydi. Narxi ko'rinib turavermaydi hamma narsani. Muvaffaqiyatning ham narxi bor, bizga oson ko'rinayotgan narsalarning ham narxi bor. Uni o'zingiz qilib ko'rmagunizcha narxini bila olmaysiz desangiz ham bo'ladi. Bu hamma narsada ishlaydi. Asosan bu yerda pul haqida kitob bo'lsa, bu yerda pul haqida misolda keltirilgan va men yana boshqa misollarni ham keltirishga harakat qilaman. Bozorda tekin foyda yo'q. Har qanday katta daromadning narxi bor va bu narx ko'pincha pul emas, faqat pul bo'lmaydi. Bu sabr va og'riq, stress talab qiladi katta daromad. Biznes oson ko'rinishi mumkin, lekin biznes ham katta stresslarni olib keladi. Hayolingizda, tushlaringizda o'ylab chiqishingiz kerak biznesingiz haqida deb berishadi intervyu ko'p tadbirkorlar. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydi, qanaqa qilib risk qilmasdan ko'p topishim mumkin, qanaqa qilib tez boy bo'laman. Kitob muallifi aytadi, agar daromad yuqori bo'lsa, uning narxi ham yuqori bo'ladi. Narx deganda faqat pul tushunilishi kerak emas bu yerda. Narx nima o'zi? Moliyaviy dunyoda narx bu narx tebranishi, qo'rquv, noaniqlik, kutish. Masalan, aksiyalar 30% tushsa, bu og'riq, stress bo'ladi. Agar aksiyalar haqida ko'proq bu bobda misol keltirgan, nafaqat bu bobda kitobda. Lekin uzoq muddatda o'sishning narxi ham shu aslida deydi. Odamlar nimada xato qiladi? Ular narx xato deb o'ylaydi, narx tushishini. Masalan, bozor tushdi, strategiya ishlamayapti deb o'ylashligi mumkin. Daromad sekin, bu foydasiz. Aslida esa bu to'lov, katta daromad to'lovi. Misol uchun, Warren Buffett hayotida bir necha marta katta pasayishlarni ko'rgan aksiyalarda, investitsiya sohalarida. Lekin u shuni tushunganki, pasayish muvaffaqiyatning narxi. Agar sabr qilmasangiz, mukofotni olmaysiz. Psixologik tomoni, inson miyasi og'riqdan, noaniqlikdan, noma'lumlikdan qochadi. Lekin moliyada qisqa muddatli og'riq, uzoq muddatli foyda, qisqa muddatli qulaylik, uzoq muddatli yo'qotish deydi kitob muallifi kitobda. Eng kuchli fikr, bozor sizga pulni tekin bermaydi, u sabrini tekshiradi deb aytib o'tadi. Amaliy hayotga qo'llash bu faqat investitsiyada emas. Hamma narsaning to'lovi bor. Sportda bu mushak og'rishi mumkin. Mushak og'rishi bu to'lov. O'qishda, kitob o'qishda zerikish bo'ladi, o'qish keladi. Bu ham to'lov. Biznesda noaniqlik bor, risk katta, bu ham biznes uchun to'lov. Katta natijalarni o'zini yonida katta to'lovi bo'ladi deb aytib o'tadi kitob muallifi. Bu muvaffaqiyatning to'lovi bor. Tez natija siz tez natija kutmang. Bu har doim o'xshamaydi. Mingtadan bitta insonda agar o'xshamasa, bu ham omad faktori va boshqa faktorlar bor bu yerda ham. Zerikish narxi sekin o'sish, bu narx, xato qilish bu narx deb qabul qilishingiz kerak deydi kitob muallifi. Agar narxi adolatli to'lov deb ko'rsangiz, sabr qilish osonlashadi. Yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, 15-bobda moliyaviy mustaqillikning narxi bu sabr, intizom va noaniqlikka chidash va eng muhimi narx xato deb emas, jarayon deb ko'rish va jarayondan mazza qilish. Bu yerda ko'proq aytib o'tdim, aksiyalar tushish, o'sishini misolga keltirgan, kitobda diagrammalarni ham ko'rsatib ketgan. Eng yuqori bu yerda Dow Jones Industrial Index ko'rsatkichini formulada berib ketgan. 1950-yildan 2016-yilgacha ko'rsatilgan u yerda. Aksiyalar narxi 35,000% ham oshib ketgan. Lekin ularning orasida tushishlar ham bo'lgan.
shuni ko'rsatib ketgan bu bobda. Morgan Housel yaxshi kitob. Biza buni tahlil qilishni davom etamiz. Ertaga 16-bob haqida gaplashamiz. 5-6 daqiqalik video bo'lyapti ming uzr. Chunki boblar ham qisqarib ketyapti. 10-12 bet atrofida o'shani orasidan eng foydalilarini olib tahlil qilishga harakat qilyapman. Har kuni video chiqarishga harakat qilyapman. Har kuni video chiqyapti ham. Challenge 365 kun har kuni video chiqarishida davom etyapti. Challenge to'xtab qolgani yo'q. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hozircha lekin bu videolarim rekomendatsiyaga chiqqani yo'q. Prosmotrlar 0. Lekin intizom ushlab turishga harakat qilyapman. Video sifatini oshirishga harakat qilyapman. Mikrofon yaqinda sotib olsam kerak va yana boshqa kitoblarni tahlil qilamiz. Ssenariy yozish bo'yicha ham va eng muhimi bu to'g'ri nom tanlash, YouTube uchun foydali ma'lumot va prevyuni chiroyli qilish, ya'ni insonni o'ziga jalb qiladigan prevyu qilish. Pul psixologiyasi kitobi do'stlar, shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda, ertangi videoda, ya'ni 16-bobni sharhlab o'tamiz.